Assalomu alaykum Qubbo Chorva kanalining aziz va muhtaram obunachilari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan hurmatli aka-uka, opa-singillar, hurmatli hoji ota, hoji onalarim, sog'misizlar, omonmisizlar? Bugun ham chiroyli bitta video qilishga qaror qildik. Bugun hafta kuniga 25 mart seshanba 2025-yil. Manzilimiz Farg'ona viloyat Quva tumanidan bo'ladi. O'zimizni xonadonimizdan. Mana sotilgan molimizni Qashqadaryoga xudo xohlasa hozir yuklaymiz. Yuklash jarayonlarini ham chiroyli qilib sizlarga ko'rsatib yoritib boraman. O'g'limni duo qildilaring, hammalaringga rahmat. Hammalaringga tashakkur aytaman. To'g'rilar to'ylaringda borib xizmatda bo'ling iloyim. Muhammad Azizni juda ko'p odam yaxshi ko'rib, iliq fikrlar bildirdi. Ayrim chorva gruppalarga bu video tashlasam, ozgina bo'lsa ham noto'g'ri fikrlar bildirgan odamlar bor. Bu bolaga men misol mo'shti qilasam, videoga olaman degan joyim yo'q. Hozir 2023-yilga ozgina video bordi. Qilayotgan ishida o'zim o'ylab, yaxshi ko'rib videoga olib qo'ygan joyim bor. Esdalik bo'lib qoladi. Bundan 2 yil oldingi videosini ham hozir sizlarga e'tiborlaringizga havola qilib o'tib ketaman. Ha o'g'lim. Nima qilay? Soladasizmi o'zingiz? Men solaymi? Ke solib beraman. Ke. O'zing solasanmi? Ke, olib ke pashadi ber menga. Ke ber pashadi. Chiqmadi-yu. Ke menga berchi. Bo'ladimi? Ko'tar endi. Bo'ldi, ko'tar. Bo'ldi, ash moshani tashlab qo'ydim. Bo'ldi, shuncha yanami? Mana bo'ldi endi. Og'ir bo'lib ketmadimi? Yaxshimi? Tashlab chiqarasizmi o'zingiz? Bo'pti, xayr. Mana azizlar, Muhammad Azizning videosini ham ko'rdilaring ozgina. Endi nima qilay, bu nima qilib oldilarmi kelib olaversa. Ay vaqil, assalomu alaykum qil. Kelma baqa. Molni to'yaman. Molni ko'rasanmi? Mana ko'r. Ko'rsatganimda ham ikkinchisi aybga yurmaysizlar. Bugun seshanba bozorga borib charchab kelib dam olib oldik. Molxonamizni go'nglarini tashqariga chiqarib ololmayapmiz. Biz bu to'rt yurak birinchi tug'ishga xonajinimiz sotilgan. Xudo xohlasa yuklash jarayonlarini ko'rsatamiz. Bu birinchisi. Yur. Bu mana ikkinchisi. Bu mashi mini firmachamizni bo'lajak egasi, o'g'lim. Assalomu alaykum qilmayapsiz o'g'lim. O'tga turib bitta assalomu alaykum qilib qo'ying. Bo'ling. Bo'ling. Mo'y ko'rchi yuvoshmikan mo'mol? Yuvosh ekanmi? Kelinlarni ushatchi. Qo'rqmaganingni qara. Bo'ldi, ke. Bu mana uchinchisi akalar. Bu ham birinchi bolasiga 4 yurak xonajin. Mana bolasi tug'ib yonida yotibdi. Bo'g'ozlikda baraka qilib qo'yamiz. Hozir sho'pirimiz keladi. Xudo xohlasa yuklash jarayonlarini ham ko'rsatamiz chiroyli qilib. Kimga shunaqa go'zal, yaxshi mollar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Telefon raqamlarimizni hozir aytib o'taman. 77lik kodi bilan 311 6009. Xudo xohlasa hozir yuklanish jarayonlarini ham ko'rsatamiz. Olgan odamlar baraka topsin, pulidan ham baraka toping. Sizlarni qo'llab-quvvatlashlaringga, duolaringga biz doim muhtojmiz. Sizlarni qo'llab-quvvatlashlaring bilan hamma narsaga erishyapmiz. Mana shu o'g'lim Adirdan kelgan moli. Mana ko'rib qo'yinglar, tinmay Adirdan kelgan molni ko'rsating ham. Chu jonivor, ha, chu. Mana shu o'g'limning moli.
Adirdan kelgan molim deb. Adirdan kelgan molim ham ko'rsating deyapti. Mana shumi sani moling? Yaxshi boqyapsanmi? Bo'pti, yaxshi boq. Mana shu bo'ladi bu Muhammad Aziz degan, ha o'g'lim. Qalaysiz? Yaxshi. Zo'rmisiz? Kim o'g'lisiz? Qanaqa o'g'lim? Zo'r o'g'lim. Salom qo'ying. Assalomu alaykum qo'ying. Yo'q, keyin ko'rasan hozir mana. Xudo xohlasa yuklash jarayonlarini ko'rsatamiz, videodan uzoqlashmanglar. Nimasini baylab chiqdim? Bo'yin. Mana aka, xudo xohlasa bu birinchisini yuklashni boshladik. Bolachasi. Nenasi, olib chiqib ko'ring. Bolasini olasizmi tanlamay? Olib boring o'g'lim. Tort. Qochib tur. Mana xudo xohlasa birinchisi chiqdi aka. Mana aka bu ikkinchisi. Xudo xohlasa borib vaqt tug'ib bersin, novoz tug'ib bersin aka. Mana bunisini ham yuklandi aka. Mana aka bu uchinchisi xudo xohlasa. Olib chiq ko'ring. Yo'q, nimada u? Baylanmagan ekan. Shaqiga tushmagan. Somon olib chiqing taycha cho'ri. Ana aka, tagiga somonlar tashlab qo'ydik. Xudo xohlasa aka, eson-omon sog'-salomat yetib olsin. Hozir mashinani nomerini ham ko'rsatib qo'yaman. Baraka toping aka, bergan pulingizdan ham baraka toping. Mana shu 359 da boradi aka. Hammalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, qo'llab-quvvatlab turgan aka-ukalarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Videolarimizni yoqsa bittadan like bosib qo'yinglar. Salomat bo'linglar mana.